Assalomu alaykum. Hurmatli Marlonli yosh katta baliqchilarga mana shu kichkina rolikni qo'yib beraman. Mana bu Marlonli akvapark. Dalalarga, cho'llarga boryapmiz, chivinlarga yem bo'lyapmiz. Ermak uchun saharda, kech payt kesalari mana shu o'zimiz akvaparkga kirishda mana akvapark ro'parada Xo'jakani o'g'lini yog' almashtiradigan joy, katta yo'l. Metdan ekskavatorlar turadi. Taksilar keladi ko'pincha. Bitta zaryadka olishadi, gruzovoylar, rush sotadigan joy. Mashinalar turadi. Ermak uchun mana shu kesalari mana joylar yaxshi, ekandozlar ko'p batta. Shopirlar ekandoz olib kelib tashlab ketgan. Ora-orada daydi 200 gram, 300 gram keladigan karas yoki sazan ham chiqib qolyapti gohida. O'shanga ermak uchun kesalari shomga yaqin 2 soat dam olib madaniyatli bo'lib narsa axlat tashlab bu turgan qizil nima pastdagi bas sadoyda narsa bu aroqdan chiqqan bari hashaylarni yig'ishtirib nariroqqa otib boraman. Poplovga zarar bermaydi. Mana o poplovga ham turibdi. Mana ko'rinish. Yo'qda daydib kelgan baliq chiqib qoladi. 3 marta baliq ushlab oldim. Endi maydalar chiqaveradi-yu. Hali kichkina baliqchalar u. Lekin 200-300 gramlik karas yoki sazan ham chiqib qoladi. Yo'qda 1-2 marta katta baliqlar ham irg'idi. Ololmadim. Nariroqda o'ti ko'p. O'shanga vaqt topganlar kelib, sherikli o'tirib, ekandozlar ko'p, 3-4 ekandoz bor archalarning yonida. O'tirib olib, narda parda o'ynab, laqillashib, hatto yosh katta odamlar ham kelib ko'pincha dam oladi. Bugun nimagadir chiqishmabdi, bu yerlarda o'tirishadi. Uylar issiq. O'shanga mana bu taraflarda ham o'tlar ko'p. Sizlarga maslahat, kelib dam olib, hozir jamasi shillaychi yana bir oy baliqqa borib qiynalib yurmay yosh kattalar. Mana shu yerga kelib kech payt dam olib ketaveringlar. Men har doim baliqqa bormasam, sheriklarim bilan bormasam, mana shu yerga kelib 1-2 soat ertamdan 10 dan 12 gacha, kech payt 6 dan 8, 8:30 gacha mana shu yerda o'tiraman. Dam olib, cho'lchay yaqin, aytdi, ko'lasi cho'lchay bor. Ermak uchun bo'laveradi. Hadeb pul ishlatib, pasha chivinga yem bo'lib borib yurgandan ko'ra mana shu yerda o'tirsalar ham bo'laveradi. Chiroyli joylar, butunli hamma yo'q, maysa, shabadalar bo'ladi butunli. Chidayolmayotgan yosh katta otaxonlar ham kelib go'da shu yerda o'tirib ketishadi. O'shanga men sizlarga maslahatim, xohlasalaring kelinglar. Sizlarga endi ishtama yo'q. Uni nogiron bitta bola ham kelyapti. Unada mopedda bitta nogiron ham kelyapti. O'shanga men o'zim sizlarga mana bog'da akvapark ishlamaydi. O'shanga mana bitta nogiron bola ham kelyapti, aylanib yuribdi. Nima qiladi? Mana ham mashinani ham olib kirib qo'yib olishadi, joyda yoshlar ham dam olib turadi. O'shanga men avvalda olib turibman. Mana o'g'illar mana orqada salqin joylar, unada ham ekandozlar turibdi. Ne ekandozlar ko'p. Shopirlar o'tirgan bo'ladi. Ammo baliq ushlashsa yosh bolalar kelib deb chiqyapti deb savol ham ko'p berishadi. Nogiron bola ham o'tib ketyapti. O'shanga vaqtlaringni olgan bo'lsam, uzr endi sizlarga maslahat berdim. Marlonli Habibillo, Ablajon deyishadi. Ablajon yoki Habibillo men bo'laman o'sha. Yo'qda kanal qo'yib turaman baliqqa borsam. Adeli kanal yo'q. Men Ablajon bo'laman. Bo'pti. Ko'rganlaring uchun rahmat. Sizlarga hech bo'lsa ham vaqtlaringni oldim. Uzr endi. Nima deysizlar? Bo'pti, sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishgunimizgacha. Xayr.